Aziz obunachilarimiz, bugun sizlar şurada qolgan qalin narsalarimizning aksiya bahosini aytacakman. Biz bularni tamomlab bahorgi kolleksiyani kirizish niyatini tamomlayacakmiz. O'zi u baho to'g'ri kelmasam sizlar uchun tamomlash uchun sizlar bahorgi kolleksiyani kirizish uchun shu bahoda qo'yacakmiz. Bular 100 ming so'mdan sotilgan xudilarimiz. Bularning razmerlari kattalar ham polni bo'ladi. Boshqa kiyinayotganlarimiz ham polni gisa bo'ladi. Bularning ichlari shuning mexli variantda kelgan. Bularni 90 ming so'mdan aytib beracakmiz. Shuda o'zi 4 tanasi qolgan, ulgurganlar olib qoladi. Bu narsamiz ham o'qishda o'qigan qizlarimiz uchun zo'r narsa. Qalinligini qaranglar mana. Buni 90 ming so'mdan aytib beramiz. Bu ham Bolshimerkega kelgan. Buni 90 ming so'mdan aytib beramiz. Bu ham angorga qalin variantda. Keyin bu yerda mening galstukli variantlarimizdan bu. Bularning ichlari mexli kelgan. Bularni ham 100 ming so'mdan sotib turadik. To'g'ri kelmasam sizlarga 90 ming so'mdan aytib beracakmiz. 3-4 tanasi qolgan o'zi. Keyin pozamok variantda mening xillar ham kelgan. Bularning ham ichlari mexli kelgan. Buni 100 ming so'mdan sotib turadik, 90 ming so'mdan aytib beramiz. Keyin bu yerda original polo variantlari ham bor. Bularning ichlari qalin. Hazab kiyasizlar buni. Endi bahorda o'zingizga tayyorlasizlar bu narsani. Buni ham 90 ming so'mdan aytib beramiz. Mening siyatlar ham bor buni. Keyin benda bunga angorka koftalarimizdan ham bor. Bulardan o'zi 3-4 tanasi qolgan. Bular 85 ming so'mdan. O'zi oxirgi bahosi yozilgan bo'lsa, sizlarga endi tamomlash uchun 80 ming so'mdan aytib beracakmiz. Keyin polni zamokli mening narsalarimizdan ham bor. Bular ham angorka kichik chiqqanmaydi. Sifati zo'r. Hazatib olganlar mana akalarimiz, qizlarimiz. Bundan bir tanasi qolgan. Buni ham 80 ming so'mdan aytib beramiz. Bu narsamiz yubka bahorda ham giysa bo'ladi. Ishlaringizdan ba'zi sifatida giysangizlar ham zo'r turadi. Bular 80 ming so'mdan o'zi. Bulardan bahosi o'zi shu baho mana. Keyin apkajalamanda qolgan variantda vodolazkaga o'xshash bazalarimizdan ham bor. Bularning har xil svitlaridan bor edi. Hozir shu yerda qolgani hammasini bo'ynida shuning narsasi bor. Bu yerda olib solib beramiz. Bularni 80 ming so'mdan aytib beramiz. O'zi oxirgi bahosi 85 edi. Endi sizlarga 80 ming so'mdan beramiz. Ulgurganlar olib qoladi.